Assalomu alaykum, Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, mana bunday buqacha ishqibozlari. Akalar, Oybekjon, narx-navo ko'tarilyotibdi uka, 10 million pastidagi, lekin o'zimizning Mesni bo'lsin, sifatli bo'lsin uka. Endi 10 million pastida ekan deb turib, nima desa bo'ladi? Ertagasi yo'q mol berma uka, iltimos, shunaqa mollardan ko'proq chiqar degan talablar ko'p bo'ldi. Hammalaringni inobatga olamiz. Biz ham qo'ldan kelgancha ozgina nafaqai ro'zg'or, xudo xolasa insof sayi baraka qilib, qo'ldan kelgancha hammani ro'zg'or bopi ham bor, o'sha 10 million pastida go'zallari ham bor. Mana bunday shvedlar, oyoq qo'l uzun buzaklar, haligi o'sishdan to'xtab qolmagan, qotib qolmagan, mana bunday yedishtisi jivoy joyidan buzak izlaganlarga akalar, xudo xolasa hammasidan bor. Mana ko'ryapsizlarmi yedishtisini? Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'onsaroy qishlog'idan ko'ringlar, mana shvedlarni, mana uni ko'ringlar. Mana shu burju buzaydi olgan odam bor-ku, mana oyoq qo'llar, bo'g'imlarni ham ko'ringlar. Tuyoqlari ham konkret buzaylar. Mana shuni hammasidan ham baraka topadi. Xo'p, mana molga nimaga Oybekjon ovqat bermayapsizlar desalar, yeganini bor-ku, akalar bilmas ekan. To'yganini bilmas ekan. Mana ko'ringlar. O'xirda shipirib tashagan, tozalab mana. Mana yeyishni ko'ringlar. Kambayin, mana qorinni ko'ringlar. Onu sug'organdan keyin buni qorni xudo xolasa do'mbira bo'lib ketdi. Xo'p. Bunisi nisbatan haligi ovqatni g'aribiroq. Akalar, unda ketdik, xudo xolasa 5 bosh bo'ladi. Videoda inshaalloh 100 gaplashamiz, 100 labizlashamiz akalar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha kafolatlarini, yedishtisini, hammasini qo'ldan kelgancha aytib o'tamiz. Akalar, assalomu alaykum. Oybek o'z kanalining qadr-baland, qadrdon obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, xudo xolasa bugun 5 boshgina ro'zg'or bopi ham bor. 8 million pastdagisi ham chiqadi. 10 million pastida bo'ladi xudo xolasa. Kamerani bir qator olib keling. Xudo xolasa mana ko'ring. Avval hammasidan nima oldim? Buzaylar ko'rib chiqish kerak mana. Ko'ringlar. Mana jonivorda. Hey, tek mo yelkalarga e'tibor bering-da. Kamerani ana shunday olib keling-da. Mana jonivorni mana yelkalariga ko'ring. Xudo xolasa yelkalari ham buzak, to'g'ri, buzak maqtamayman. Buzak, lekin konkret buzayda ham xudo xolasa havas qiladigan. Mana shvedni nima deysizlar? Mana shved. Ko'ring, uzunligini ham shu jonivordi. Xudo xolasa hammasini korpus holati yaxshi. Endi maqtayman desak asli gap ko'p. Tuyoqlariga ham e'tibor berishaveradi. Hammasini tuyog'i mana uni ko'ringlar, yoniga borsam hali qilyapti, mana ko'rsating yo'llardan ham xudo xolasa qorinlariga e'tibor berilsin, oyoq qo'llari, ko'zlari, quloqlariga, shoxlariga hamma yo'g'iga e'tibor berilsin. Xudo xolasa buzagimizni uzunligi ham, holati ham yomon emas. Mana ularni ham ko'rsating. Xudo xolasa har biri o'ziga, puliga yarasha akalar. Mana ko'ring, orqa boshlarini, jigarlar, xudo xolasa mana yedishti hammasi zo'r. Kalla boshlarini ko'ringlar, dumaloqligini chajanarchi. Ustuni korpuslarini enniligi ham o'ziga yarasha yomon emas. Shular jonivorlar kostyumaga ovqatdan qaytmaydi shular. Ko'ringlar. Mana. Hop, oldi kesimlari hamma yo'q e'tibor bering. Akalar, unda bir boshdan narxini yoritib chiqamiz. Xudo xolasa videoni ko'rgan odam bor-ku, oxirigacha ko'rgan odam juda manfaatli video bo'ladi. Nimaga Oybekjon desalaring, hammasini bir joyga akalar ishonaveringlar, o'ylamaydigan narxlarni chiqarib qo'yganman. Mana shuni bozorda mana shvedlarda sotilish narxi 10 million ustida. Yo'qsa Oybekjon bozorga olib chiqing yoki boshqa degan ayrim negativchilar ham bo'lishi mumkin, lekin Allohga shukr, alhamdulillah musulmonmiz. Mana shu biz mol qo'ysak bor, to'xtatmasdan olayotgan akalar bor-da, klientlarim bor. Jonlaring sog' bo'lsin. Hammalaringni chorvalaringga Alloh taolo baraka bersin. Sifatli narsa yetkazib beryapman. Xudo xolasa hammasi narxiga yarasha ertaga uyaltirmaydi. Unda videoni boshladik. Xo'p, bunga aytadigan bo'lsak, mana oyoq qo'llarni ko'rsating. Hali oshiqcha mana oyoq qo'llari bashmayib ketmagan mana. Oyoq qo'llarni dumoqligi ham yomon emas-a, o'rtacha holatda, ozg'in holatda mol ozg'in, lekin bitta narsa bor. Mana orqa bor, mana orqa. Baribir molni orqasi katta bo'lganda ham o'zgarganda ham, misol sal qaro bo'lib vitamin qildirsa, mana orqani tikligi yaxshi. Mana bunaqa pastga qaragan ko'tmas orqasi. Yedishtisini ko'ringlar mana. Rangi ro'yi ham bir oq mol yo pul arzon ekanda boshqa emas. Shvedcha xudo xolasa dumida aytib olasi bor. Xudo xolasa kullasyapti. Chiroyli vitaminlar qaralsa inshaalloh o'zi buni boqadigan akalar o'zlari juda yaxshi bilishadi. Mana ustlarini, eni ham, boshqa joyi ham xudo xolasa yaxshi. Uzunliklarga ham e'tibor bersin. Narxiga keladigan bo'lsak, hop, endi 8 million haligi bo'yini aytaylik aytmoqchilar. Bo'yi 88 sm.
90 ham asl chiqadi, endi kim qanaqa o'lchaydi. 90 ga 2 sm kam olishaversin, lekin jonivorda 7 ishtisi bor-ku, kombayn akalar. Xudo xolasa 7 ishtilari hammasiniki ham konkret. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini akalar xudo xolasa bor-ku, sensatsiya bo'ladi. 7 million 700 ming so'm berishadi. Kami bor, o'tib beraman. Vodiy bo'ylab istalgan tochka, xohlasan Andijonda o'sha Qorasuvdan bo'lsin, bu yerga shu ketishaveradi. Andijonda o'sha Qirg'iziston chegaragacha. Bu yerga Farg'onani o'sha 5.5mi hamma tochkaga dastavka bor, qisqa qilib aytganda akalar. 7 million 700 ming so'm kami ham bo'ladi. Endi diqqat bilan quloq solib tursin. Buni ikkita ko'ringlar. Mana shu atayni parlab qo'yganmiz. Buni ikkalasini ko'ringlar. Yoshligi ham, holati ham, mana oyoq qo'llarim bor, hammasi bir-biriga mos keladi. Bo'g'imlarga e'tibor bersin. Sut buzuv emas. Marab joningizga tegmaydi. Yakka o'zi bo'lsa, liboy malmaraydi. Katta boqma mollar ham shu bitta o'zi qolsa marab turadi, lekin shu uyda sherigi bo'lsa marab odamning asabini buzmaydi. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 93-94 sm dan. 93 konkret o'lchab beraman. 95 ham chiqadi metrlar men torsam. Hali ba'zi bir odam aytib o'lchaydi 93 ga olishaveradi. 90 sm. Puliga keladigan bo'lsak, xudo xolasa mana bittasi bunisi, bittasi mana o'si. Juplab olsin 9 million 600 ming so'mdan kamini qilib beraman, ozgina sunnatiga o'tib beraman. 10 million emas, bir kam emas akalar. Molni ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa arziydiki, xudo xolasa biz ham sunnatdan ketmagan holatda nafaqaga ro'zg'or uchun ozginadan yetkazib berish, boshqa xizmatlar, rasxodlari bilan o'zi bizga ozginadan foyda qiladi. Maqsad sifatli narsa sotib, klient orttirish. Hop, endi bu ikkalasini 9600 ming so'mdan hali aytishyapti, uka, nimaga bunday desak, bunaqa bo'lyapsiz, videoda bunaqa deysiz deb boshqalarning videosiga ham ko'p e'tiroz tushyapti, bizga hali unday bo'lmadi. Aytib o'taylik. Hop, nimaga unday bo'lsa, akalar tanlab olishiga bo'lsa pilisi bor. Tanlab olishiga pilisi bor, tushuninglar. Tanlab oladigan bo'lsalarning pilisi bor. Jup oladigan insonga nisbatan yengilroq qilib beriladi. Hammasiga narxda ishonaveringlar. O'ylamaydigan darajada yengil qilib chiqarib beraman. Endi olib keling. Endi mana bir jup par. Bir jup qora. Bo'ylari 95 sm dan. Asli 96.5 97 ga aytadi. 95 sm dan. Mana ko'ring, kalla boshlari o'zi ikkalasi. Shuni bir-biriga mos. Ko'ring, mana. Ikkalasi shuni ko'rsatingda, ikkalasi bor, xudo xolasa bir-biriga mos. Uzunligi ham, xudo xolasa mollar mesni, ko'ngilni to'q qilsin. Hali uka, qaydaki Oybejon, siz o'zingizdan ishonib mol olamiz, tavsiya qiling degan akalar uchun mollar mesni 100% ko'ngil to'q qilsin. Hop. Narxiga bo'yini aytdiga 95 dan, xudo xolasa, agar men aytganda o'lchasa 95.5, 96.5 chiqadi. 95 dan olishaversin. 7 ishtilari konkret, oxirdan kallasini ko'tarmayapti. Hali tepaga tortib qo'yadigan bo'lsa, mol qanaqa ko'rinishini o'zlari juda yaxshi bilishadi. Xudo xolasa. Hop, endi narxiga keladigan bo'lsak, 9 million 800 ming so'mdan kami bor. 9 million 800 ming so'mdan xudo xolasa kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor. Xudo xolasa buzakdir, yosh buzakdir, lekin bitta tarafi bor-da akalar. Agar meni gapimni misol yangalik bo'layotgan bo'lsa, yo tajribadan o'tkazgan bo'lsalaring, bu yo to'g'ri yo noto'g'ri deb qo'yasizlar akalar. Hop, bitta narsa bor, bu yerda yosh, lekin ertagasi bor. Xudo xolasa hali qotib bir kasali bor, unaqa emas. Xudo xolasa o'simli daromadni yaxshi qiladigan buzaylar xudo xolasa. Endi ofisiga bitta narx aytaylikmi? Jonivorni ko'ring, charchab yotyapti ham. Quloqlarini ushlash, quloqlari ham katta variantdan, kalla boshlari ko'ring. Hop, 5 tasiga bitta narxni yondiraylikmi? 9 million 200 ming so'mdan berishadi, kami ham bor. 5 tasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa, 5 ta Oybejon olaman. Dehqonchiligim o'zi makkalarim chiqib bo'ldi, chopdim, dorini septirdim, o't chiqishdi, o'tlar ko'kalam yotibdi. 5 ta kerak uka menga, lekin 10 million deb pasa buzoq topa olmayapman, ko'nglimga jizillaydigan. Chiqayapti 8 million, 8,5 million, 8 million 200 ming ham, lekin uka u mollar meni jizillamayapti degan akalar uchun men 9 million 200 ming so'mdan. Hali boshqalarga o'xshab ichiga bitta zo'rini qo'shib qo'yib, qolgani haliga bir qang'il yo bir oyoq qo'llari bir dumaloq emas, boshqa emas. Akalar, xudo xolasa mana 4 ta zo'ri bor. Aytaveraman o'zim videoda ham 4 ta ideali bor. Xudo xolasa kelsangiz ham nuqson topolmaysiz, borsa ham nuqson topolmaysiz. Endi bitta monosi bor. Bunisini aybi nima bo'lsa, aybi oriqligi. Aybi oriqligi, lekin yeb ichari konkret molda gumbillayotibdi. Yeb ichari zo'r. Bitta mana shu aka ozgina deyishingiz mumkin, lekin buni oyoq qo'llari
tuyoqlari bor mana. Tuyog'iga yetib boradi. Tuyoqlari dumaloq, hali bir oyog'i boshqa edi. Prosta mol semirsin, bo'ldi. Mol ozadigan darajaga oz bo'lgan. O'sha xudo xolasa bitgan narsaga qarshi evermak dorilar qildirib, chotkilab bitta vitaminlarni qildirib molni shu ko'kalamga qo'yilsin. Eng bitta ajoyib tarafi akalar, bitta narsa deyapsizlar. Nima deydi? Oybekjon, o ana keyingisi ham yotdi. Oybekjon, menga uka ko'kalamga tushmagan kerak, uyimda boqaman, quruq yemay qo'yadi degan akalar uchun ko'ngilni to'q qilinglar. Hammasi quruq yeydi. Hammasi quruqda tinimsiz yeydi. Zo'r vibr. Xohlasalaring ko'kka qo'yasizlar, xohlasalaring uyda quruq berib boqasizlar. Akalar, kimgadir yoqmaydigan gap gapirgan bo'lsak, yoki kimgadir yoqmasak, ming bor uzr. Xudo xolasa, mana bu buzaylar sizlar kutib turibdi. Telefon qilinglar, ekran ostida nomerlar qoldiramiz. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha yengillatib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga kattakon o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayitlari barchamizga muborak bo'lsin deymiz. Akalar, qurbonlikka qo'ylarni olib qo'yinglar. Men ham olib tashab qo'ydim bitta. Xudo xolasa, yaxshi niyatda jonliqni hali so'ymoqchiman. Xudo xolasa, yaxshi niyatda akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.